insult kasalligi juda ham ko'paygan. Rossiyada xususan yoshlarning ichida 25-30 yoshli bolalar insult bo'lib reanimatsiyaga tushyapti. Reanimatsiyadan 50% chiqar, 50% chiqmaydi. Sababini doktor, terapevt, kardiolog G'ayratjon sabablarni aytib o'tadi. Nimaga ko'paydi insult? Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasida yoshlar orasida insultning oshib borishi, ya'ni bu kasallikning ko'payishi. Insult bu asosan kasallikning asorati hisoblanadi. Ya'ni bu o'z vaqtida qon bosimining nazorat qilmaslik, ya'ni qonni haddan tashqari suyuqlashishi, ya'ni trombositiya purpura, ya'ni bolezni Verigova, anevrizm, ya'niki miyadagi qon tomiri, arteriya qon tomirlarining anevrizmi sababi va qand kasalliklari asosiy insultning asos sabablari hisoblanadi. Undan tashqari o'z vaqtida hozirgi kunda yoshlar o'z vaqtida dam olmay, ya'ni o'z vaqtida dam olmay ish vaqtining ko'payishi, vaqtida dam olmaslik, uyquning buzilishi, kamqonlik, davleniyaning haddan tashqari me'yordan ortiq bo'lishi, gazli ichimliklar, drive, adrenalin, gorilla shular jumlasidan va spirtli ichimliklar asosiy sababi bo'ladi. Insult o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Ishemik insult va gemorragik. Gemorragik insult 90% o'lim bilan yakun topadi. Ya'ni ishemik insult asosiy o'z vaqtida murojaat, ya'niki bizning klinikamizga tashrif bizning klinikamizga murojaat qilmoqda bemorlar. Asosan o'z vaqtida yordam ko'rsatilsa, 50% maqsad kardiolog va nevrolog nazoratida bo'lsa, yordam berish, ya'ni reabilitatsiya, qayta tiklash, barqarorlashtirish ko'rigidan bizning klinikamizda barqarorlashtirish, ya'ni tabobat qilmoqda biz. Shu vaqtida o'z vaqtida murojaat qiling. Uning alomatlari mavjud. Qo'llarning qaltirashi, ya'ni oyoqlarning qaltirashi, oyoqlarning sovqatishi va fikrning ya'ni ko'zning xiralashishi shular jumlasidandir. Haroratning oshishi, boshning bosh sohasida, tepa sohasida qattiq og'riq, bosh miyada, ko'zlarning xiralashishi asosiy insultning sabablaridan biri hisoblanadi, alomatlaridan biri hisoblanadi. O'z vaqtida tashxis o'ting, tavbat qiling. Bizning klinikamizda hamma turdagi analizlar mavjud. Marhamat, kelib qon analiz tahlilini topshirib, tashxisdan o'tish. Laboratoriyadan tashqari diagnostika uchun misol boshqa apparaturalar ham bormi? Misol MRT, KT, rentgen, UZI. Albatta bizning klinikamizda boshqa tashxislar ham o'tiladi. Ya'ni o'z vaqtida MRT tashxislari, qon analizlari, ya'ni qonning tarkibini aniqlovchi analizlar, tahlillar olinadi. O'z vaqtida MRT qilamiz, o'z vaqtida tashxis qo'yib, ya'ni konsilium, ya'ni doktorlar bilan maslahat qilib, o'z vaqtida tabobatni boshlaymiz. Rahmat, sog' bo'ling.